Ko'rib turganinglar Shinarayta 30 mashinasi. Bu mashinamizga biz chiroyli qilib tunikalarni qo'yib bergandik. Xudo xolasa mana klientimizning xohishiga ko'ra yig'ma tentlarini ham qilib berdik. Bo'ylarini baland qilib, bemalol ishlab, yuklarini chiqarib tushiradigan qilib. Yana bir bu mashinamizning nimasi? Bunaqa ilmonlari yo'q ekan. Yonboshiga iplarni iladigan, shularni ham o'zimiz samodelniy qilib qo'yib berdik. Xudo xolasa bir yonboshlarini ham ko'rsatib yuborsing. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa xizmatdamiz. Aksiyamiz ham davom etyapti. Akamiz ishtirok etaman deyapti. Aka, ishlarimiz qalay? Men pulni aralashtirilgan yo'q, siz bir o'z fikringizni aytsangiz, akalarimizga. Ishlari zo'r ekan. Kelaveringlar. Tunkani qilgandik. Mana endi tentovkaga ham keldi. Mana tentlarni qildik. Bizga yo'q, xudo xolasa zo'r. Ishlari ham tez, ham sifatli. Xudo xolasa xizmatda bo'lamiz. Kelaverasizlar. Mana shu katta mashinalarga ham tent qo'ydiraman degan odamlar jo'natib qo'yasizlar mana shu videoda. Aka, raqam ayting. 24 74. 74 chiqarmi ekan? Sal kichikroq raqam aytsangiz maylimi? Chiqmay qolishi mumkin. 52. 24 52. Qaysi tarafdan sanaysiz? Pastdan. Pastdan. 24 52. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. O, mana 25 26 deylik ha. 24 bermasdan ketdilar. 25 20. Mana 24 da aka. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 51 52 ishlar 5 bo'lar ekan. Xudo xolasa. Aka, rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa, kelaverasiz, yana xizmatda bo'lamiz. Sizlar ham videoda she'rlarga ulashib, podpishka qilgani, like, podpiska bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa xizmatdamiz.